Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ahli islom, aka-uka, opa-singillar, Qalb nuri tahririyati va ustozimiz Abu Hanifa boshchiligida siz aziz mushtariylarimizga Ramazon tuhfasi turkumidagi darsliklarimizni taqdim etamiz. Dunyoning turli joylarida istiqomat qilib kelayotgan, xalqlar orasida mashhur bo'lgan ustoz olimlar bilan eksklyuziv suhbat turkumidagi muloqotlarni jonli ravishda sizlarga taqdim qilish niyatidamiz inshaalloh. Suhbatda siz bilgan, tanigan, sevib eshitib darslaridan manfaat oladigan ahli ilmlardan bo'lgan Shayx Sodiq Samarqandiy, Shayx Abdul Hafiz Hafizahulloh, Abdulatif Qori va boshqa ahli ilmlar qatnashadilar. Jonli suhbatimizda ustoz Abu Hanifa uchun aziz va muhtaram bo'lgan birinchi ustozlari Shayx Abdul Hafiz Hafizahulloh bilan hayot qissasi silsilaviy darslardan bahramand bo'lasizlar. Shayx Abdul Hafiz domla Madina-i Munavvarada Jomia Islomiyada 1992-yildan boshlab to 1997-yilgacha tahsil olganlar. Ancha yillardan beri Birlashgan Arab Amirliklarida istiqomat qilib, u yerda 20 yildan beri imomlik qilib keladilar. Hozirda u kishining darsliklari, maqolalari, ko'pgina tarjima qilgan kitoblari Islom Nuri veb sahifasida qo'yib boriladi. Ustoz Abu Hanifa ancha yillardan beri ustozning ilmlaridan, fan nasihatlaridan va maslahatlaridan foydalanib kelgan. Qalb nuri tahririyati yaqin kunlarda siz azizlarga ustozimiz Abu Hanifa va u kishining ustozlaridan biri bo'lgan Shayx Sodiq Samarqandiy bilan eksklyuziv suhbat yoxud shogird va ustoz suhbati nomli muloqot e'tiboringizga Allohning izni ila havola qilinadi. Ustozimiz Abu Hanifaning ustozlaridan biri bo'lgan Shayx Sodiq Samarqandiyni ta'riflashga hojat bo'lmasa kerak. Barchamiz sevib eshitib, ularning ilmlaridan manfaat olib keladigan asrimizdagi zabardast ahli ilmlardan bo'lib, hozirda Ixlos.org kanalida o'z faoliyatlarini olib boradilar. Ushbu suhbatda ustoz Abu Hanifa ustozlari Shayx Sodiq Samarqandiyga hozirgacha berilmagan noan'anaviy savollar va takliflar bilan chiqishlari kutilmoqda. Shu sabab ustoz Shayx Sodiq Samarqandiy haqida siz bilmagan va eshitmagan qiziqarli ma'lumotlar va u kishining hayot tajribalaridan olingan saboqlar haqida ustozning o'zlaridan eshitib foyda olishingiz mumkin bo'ladi inshaalloh. Ushbu suhbat Qalb nuri ijtimoiy tarmoqlari orqali jonli ravishda yaqin kunlarda bo'lib o'tadi. Barchalaringizni darslarimizga taklif qilib qolamiz. O'tkazib yubormang. Ko'rishguncha salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.